Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa 2026-yilni 4-yanvar chislosida turibmiz. Qarmovoy lavlagi ekish uchun mana yerni haydatishni boshladi. Endi savollar bo'lib qolishi mumkin. Qish faslida nimaga yer haydatmasalar? Qish faslida yerni haydatishimizning asosiy sababi yerni tuprog'i unumdorligini oshirish, begona o'tdagi bizning hosilimizga, bu yilgi hosilimizda ancha foyda beradi. Mana dehqonbonmi 5 yillik bedapayasi buzilgan holda Bidaning izlari mana. maxsus karmovoy lavlagilar uchun yer tayyorlanmoqda. Karmovoy lavlagilarimiz mana ekkanimizga adashmasam 1 oyga yaqinlashdi. Holat mana ko'chatlarimizning holati. Mana hammasini ko'rib turibsizlar. Keyin ko'plab savollar bo'ldi. Biz ekish jarayonida anaqa qilganda qanaqa ketma-ketlik yoki ko'chatlar soni kilo ko'p, gektarga degan rasxodlarimiz unaqasi ko'proq bo'lib ketar ekan deyildi. Shunga endi mana hozir ko'chatlarni ko'ryapsizlar. Biz 13 kilo, 14 kilodan ekkanmiz gektariga. Maqsad chiqish jarayonini yaxshilab olish, ko'chat sonini ko'paytirib olish. Mana bunaqa holatlar ham bo'ladi asosan mana. Ko'chatlarning soni ko'proq ertaga xudo olasa yagona qilish jarayonida biz ko'chatlarni deyarli 70-80% ga yetmaydi, 70% oshig'ini olib tashlaymiz bu ko'chatlarni. Ko'chatlarni mana xudo olasa lavlagilarimizni unaqasi mana hozirdan bilsangiz bo'ladi, mana qip-qizil. Qaysi sort bu? Bu rekord poli. Rekord poli. Mana shu qip-qizil lavlagi bo'ladi. Usti po'sti qizil, ichi oq bo'ladi. Mana shunaqa qilib xudo olasa endi jarayonlarni yagona qilinadi. Siz maqsad ko'chatni ko'paytirishdan maqsad o'sha xudo olasa yagonada o'zimizga normativ, ko'nglimizga yoqqan joyga unaqalarni qoldirish, hosildorligi natijasini ko'proq qilishda bu. Urug'i ko'proq ekishdan maqsad. yaganasini necha santimetrga qo'yiladi xudo xolasa? 25 holatiga qarab, endi joylashish ko'chat holatiga qarab, masalan 25 dan 30 gacha, 30 holatga qarab qoldirib ketamiz xudo xolasa. Qanaqa shu holatda sizni shu ko'yingizda holatda yerdan chiqib turibdi urug'lar? Xudo xolasa zo'r urug'lar. Ko'chatlari yaxshi, zo'r. Nasib bo'lsa kultivatsiyalarini qilib olsak, keyin sal yana kattaroq bo'ladi ungacha. Keyin cho'q fakkanda yagona qilib, chiroyli qilib, yanada buni ko'chatni kamaytiramiz. Bu yerda ko'p lekin dehqonbon hozir. Bu yerda ko'chat soni miqdori ko'p. Bularni endi xudo xolasa o'zgina agrotexnik ishlarini qilsak, keyin qolgan sog'lom ko'chatga obrobotka qilib, yagona qilib ko'chatlarni ana keyin saralashni boshlaymiz. Yagona qilinayotgan paytda ham yana bir bitta video qo'yib berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Kuzatuvchilarga. Qiziqqanlarga qo'yamiz, nasib bo'lsa.